o'sha inson men tanimayman, kim bu inson menga rahmat aytyapti deydi. Chunki o'sha ota-onasi eldi koriga misol yaraydigan farzand bo'lsin deb duo qilgan. Misol to'ylarda yurib qolamiz ham, sendan tug'ilgan farzandlar eldi koriga yaraydigan farzandlar tug'ilsin deyishadi. Endi o'sha xalq duolarini eshitganmiz-da, o'shaning uchun otasiga rahmat o'sha shoirlar deyman. Sog' bo'lesin. Qandaydir bir holatlar, vaziyatlar, muammoli vaziyatlar yuzaga chiqib qolishi mumkin-da. Sizda ham shunday holatlar yuz berganmi va ularga qanday yondoshgansiz? Muammolar yuz bergan vaziyatlarda. Allohimga shukr, endi hali yolg'on gapirsangiz to'g'ri kelmaydi, yolg'on gapirgan xudo dushman bo'ladi. Menda sahnada muammo degan narsa bo'lmagan. Bo'lmasin ham bu vaqtcha bo'lganda bo'lardi, misol. Bo'lishini men boshqa insonlarga ham xohlamayman. Lekin bir joyga borganimda bitta odam keldi-da, mikrofonimni shunday yosh kattaroq odam tortib olib qo'ydi. Olib qo'ydi, ovoz yo'q qoldi. Bu Oxonjon Madaliyevni ovozini qo'yib, sen bilan bizni aldab ketyapti deb degan ekan. Ko'pchilik yo taniymiz, Oxonagan shogird bu odam meni ko'rmaganligi ishonmagan. Endi bu odam balki kayf bo'lgandir, balki to'yda har xil holat bo'ladi. Mikrofonni tortdi, ovoz yo'q qoldi. Keyin sirasi o'zi ustida aytib bo'lib, u stolga o'tiring devordi o'zi. Keyin shunda ham baribir bosiqlik bilan aytib bo'lib bordim-da, borib aka nima gunoh qildingiz? Kim bilandir sporlashib qoldingizmi yo? Desam, yo'q, men bilganim yo'q endi. Men bunaqa holat bo'lmaganda endi. Misol Allohimga shukr maqtanishmadi, Oltiariqda misol boshqa joylarda kelib birov mikrofonni tortib olmagan. Olmaydi, olmasin ilohim. Chunki men ular biladi, men xalqni aldab panagina metmasligimni bilishadi. Keyin haligi odamga nima gunoh qildingiz desam, men sizni tanimay Oxonjon Madaliyev plastikasiga panagina qilib ketyapti o'ylagan ekanman. Dedi keyin men aytdim, shu mikrofon tortib oladiganlarga hamcha qo'shiq qilib qo'ysam bo'lar ekan deb, keyin bir kuplet qo'shiq qilganman, shuni hozir shu joyda aytib bersam bo'ladimi? Bemalol. Bu Oltiariqliklar uchun, Oltiariq san'atkorlar uchun. Shu mikrofon tortib oladiganlar uchun desam bo'laveradi albatta. Ko'zingizni oldidan o'tar turkman qizlari, borar ustoz izidan Oltiariq hofizlari. Ko'nglingizni qoldirmas, dilingizni hech og'ritmas, faqat jonli kuylaydi Oltiariq hofizlari. Muxlis bo'lsangiz chindan, sarmas bo'lasiz kuydan, qolishmas hech bulbuldan Oltiariq hofizlari. Qobiljonini eslar, Ma'murjonini eslar, Solijon Mamatni eslar Oltiariq hofizlari. Piri ustoz Qilichbek hojini saqlar Oltiariq hofizlari. Piri ustoz Dadaxon Hasanni saqlar Oltiariq hofizlari. Ey ilhom tilar omonlik, meni tinglab turgan ey muxlislar, hech ko'rmangiz yomonlik. Ustoz oxun tomonlik Oltiariq hofizlari. Ustoz oxun tomonlik, uni tan olgan shogirdi Ilhom Murodshoh deganlari deb javob etganman. Salomat bo'linglar deb javob berib qo'yganman. Yozgansiz. Endi buni yozib bo'lsa ham shuni o'sha mikrofon tortib olganlarga. Ilhom aka, sizningcha san'atning mana eng qimmatli jihati nimada? Mana shunday hozir chiroyli qo'shiqlar aytyapsiz. Qimmatli jihati texnik ustalikdami yoki hissiy kuchdami? Mana shunday yurak-yuragingizdan ona haqidagi qo'shiqni ham his etib aytyapsiz. Hissiy kuch bo'lmasa-yu, texnik ustalik bo'lmasa yoki ikkalasi qachonki bir-biriga jo'r keladi, shunda haqiqiy kuchga aylanadimi? Endi bu
kuy misol navo bilan kuy qaysi biri? qo'shiq egizak bo'ladi. Endi she'r bilan xonandani o'rtasidagi vosita ham egizak bo'lishi kerak. Albatta u o'zi she'rni bunday ko'rganingizda o'zi gapirib yuboradi she'r. Shunaqa dardli yozilgan she'rda uni shunchaki yuzak etib bo'lmaydi. U shoir uni o'zini bir nima deydi? Bir ma'lum miqdor yuragini pardalari, yuragining tomirlari uzilib yozganda, uni u shoirlardan deyman ko'proq. Shoirlarga baribir nima qilish kerak, qoyil qolish kerak. Chunki Allohga oshiq odam shoir bo'ladi. Xudo bilan gaplashmasangiz o'sha so'zlar sizga kelmaydi-da, to'g'risi. Albatta. Shuncha bo'lsa kerak menimcha. Sog' bo'ling. Ilhom aka, siz o'z san'atingizda hayotni aks ettirasizmi yoki hayotga ma'no ulashasizmi? Ikkovi ham bitta. Men uchun. Hayotga ma'no ulashaman, aks ettiraman. Endi o'zimni baribir hamma san'atkorniki sinchiklab eshitsangiz o'zini baribir xarakteridan, yo'nalishi bor, o'zini maktab, o'zini shkolasi bo'ladi. Endi meni maktabimda shunaqa, endi meni yo'limda men o'zim gapirishim nima emas, endi meni yo'llarimda, misol qo'shiqlarimda qaysi yo'lda aytishim, qaysi qo'shiqqa men ko'proq meni yo'nalishim tushishini san'atkorman degan mana shu 6 san'atkorlar hammasi biladi. Ularni men qana bilganimdek, ular ham meni biladi. Meni yo'nalishim sal boshqacharoq. Boshqacharoq bo'lsa kerak, chunki meni repertuarimdagi qo'shiqlar misol faqat meni o'zimga yarashadigan qo'shiqlarim ham ko'p. Lekin ko'p shogirdlar Ilhom aka shu pardasinicha pasaytirsangiz bo'lmaydimi, ovozimiz yetmayapti, ish bo'ladi. To'g'risini aytaman. Ichcha balandroq. Nima qilaman? Endi hozirgi kunda bitta narsani tan olish kerak. U baland aytasizmi, past pardada aytasizmi? U baland aytadigan qo'shiqqa ko'pchilik ahamiyat ham bermayapti. U baland pardada jon kuydirayotganidan boshqa uni vali san'at yengillashyaptimi yo san'at ajoyibmi bir unchalik ovoz bo'lmagan san'atkorlar ham mashhur bo'lib ketyapti. Lekin hali tutunlar qo'yib olib, sahna bezatishib, bir narsalar qilib mashq etishyapti. Uni lekin hamma narsaning jonliroq bo'lgani yaxshi. O'sha jonliroq bo'lgani degani halol bo'lgani yaxshi-da. Misol mana Sherali Jo'rayevning o'g'li Shohjahon Jo'rayev mana 12-aprel kuni Pir ustozimizni tug'ilgan kunlari bo'lgan bo'lsa, konserti bo'ldi. Men ko'rib, to'g'risi qolganlarni maza qildim. Ana haqiqiy san'at. Jonli bo'lyapti-da. Konsertda jonli bo'lsin o'sha. Mayli tutun qo'yamiz, bulut qo'yib olamiz sahnaga. O'zini ovozida aytsin. Men misol ovozim chiqmay qolsa ham o'zimda ovozimni aytaman-da. Misol mana ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan lazgini aytyapti, bitta xotin kelib mikrofon bitta totib oluvdi. Ashla ketyapti. Ovoz boshqa. Surishtirib chiqsa, o'sha o'zini ovozi ham emas-da. Shunaqa kompyuter zamon olib qoldi, odamlar nima bo'lyapti, shunga ahamiyat berishsa yaxshi bo'lardi. Chunki haqiqiy san'atni baribir bilish kerak-da. Misol vodiy san'atkorlarida lekin panagram aytadigan kamroq baribir. Hammasi jonli aytadi. Ustozlarimiz. Misol biz yonimizda men tanigan san'atkorlar hammasi jonli aytadi. Shogirdlarimiz ham, ustozlarimiz ham. Men birovni panagramma aytadi, mana u deyishga men ojizlik qilaman, lekin ko'rib yurgan holatlarimdan kelib chiqib aytyapman-da. Lekin haqiqiy san'atni umr uzoq bo'ladi baribir. Unaqa bir o'sha olov o'sha yerda yonib yaptimi, o'sha yerda o'chib qolyaptimi, o'shanga o'xshagan san'at bo'lmasin deyman. To'g'ri. San'at abadiy bo'lsin. Misol siz o'tib keting, siz o'tib ketgandan keyin sizni nima deydi? Orqangizdan hali yaxshidan bunaqa ovoz yo'q, bunaqa ashlar. Siz o'sha umrvoqi qo'shiq qilishga harakat qilish kerak. Bitta bo'lsa ham orqangizdan qo'shig'ingiz qolsin. Siz o'tib ketgandan keyin mana shu odamni ashulasiz, shunaqa odam edi degan gap bo'lish kerak. Misol biz juda ko'p rayonda kirmagan qishlog'im, kirmagan mahallam qolmagan bo'lsa kerak desam mubolag'a bo'lmaydi. Misol men hozir eshitib turgan muxlislarimiz Muhammad to'g'ri gapiryapti degan bo'lsa ajab emas. Men ko'p qishloqlarga, hamma qishloqlarga borganman. Misol men bitta mana shu zonada aylanib yurgan hofiz emasman-da, misol.
misol bizni hofizlarimiz mana Samarqand, Buxoro, Xorazmlarga borishyapti. Men buni ko'rib xursand bo'laman, havas qilaman. To'g'ri. Odam hasad qilmasi kerak-da, havassiz yetadi murodga. Havas qilmagan odam murod marrasiga yetolmaydi. Men birovga kuykanaylik ham yo'q, birovni ko'ra olmasdan birovni yomonlamayman ham, chunki Allohim menga kichkina bo'lsa ham menga san'at bergan, baxt bergan, men u narsadan bahramand bo'lganman. San'at bergan, men misol birovga kuyganaylik yo'q menda, shaxsan birovni yomonlash odatim yo'q. O'sha insonni ham Xudo o'shanaqa yaratgan, uni ham rizqini chachib qo'ygan. Hammani rizqini o'zi Alloh chachib qo'ygan. Birovning rizqini hech kim birov ola olmaydi-da. Misol har kim o'zini rizqini oladi. Men har bitta san'atkorga omad tilayman. Omadini bersin. Shu nima bo'lganda ham qayerdansan deganda vodiydanman deysiz. Vodiy qayerdan? Farg'onani qayerdan deydi-yu, baribir siz oqtarib kelayotgan. Oltiariqdanman deymanki, o'zimiz vatanimiz. Vatanimizga ko'z tegmasin. Shu Oltiariqdan yana ham o'sha biz ustozlarimiz mana Qobil tog'a, mana Ma'murjon To'xtatov, Oxunjon aka, mana Dadaxon aka chiqqan ustozimiz, mana Qilcha aka, misol Oltiariq tanib yurgan ustozlarning hammasiga men havas qilaman. O'sha insonlar boriga shukur. O'sha insonlar bizni Oltiariqimiz, san'atimizni yulduzi osmonga tanitgan insonlar. Shuning uchun o'shanaqa ustozlarimizga o'xshagan san'atkorlar Oltiariqimizdan ko'proq chiqishini so'rayman Xudodan. Inshaalloh. Bitta yomon chiqqandan bitta san'atkor chiqqani yaxshi deydi-yu. Juda ham to'g'ri. San'atkor insondan, ijodkor insondan albatta hech qachon yomonlik chiqmaydi. Sog' bo'ling. Menimcha hozirgi aytgan gaplaringiz Ilhom aka sizga havas qilayotgan, san'atga endigina kirib kelayotgan san'atkorlar uchun ham bir ibrat, nasihat sifatida ham qabul qilishsa bo'ladi muxlislaringiz. To'g'ri. Rahmat Ilhom aka. Ilhom aka mana ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda yoki to'y xizmatlarida bo'lasiz. Shu to'y xizmatlarida ko'proq aytadigan qo'shiqlaringizni biz ham tadbirlarda yoki mana shu to'ylarda, mehmondorchilik paytida eshitib qolamizda. Bu qo'shiqni Ilhom Murodshoh aytganmidi yoki o'zinikimikin deb qolamiz. Siz shu qo'shig'ingizni aytayotgan, sizning mualliflik qo'shig'ingizni aytayotgan san'atkorlarga qanday qaraysiz? Nima deysiz ularga? Ularga birinchi o'rinda omad tilayman. Meni qo'shig'imni shunchalik yaxshi ko'rib aytishaversin, faqat buzmasin. Buzmasdan imkoniyati bo'lsa muallifligini ham o'zimniki deb oladi ko'pchiligi. O'zim yangi qo'shiqman deganlarni eshitganman quloqim bilan, yolg'on gapirib bo'lmaydi bu sohada, to'g'risini aytish kerak. To'g'ri. Buzmay aytsin, muallifligi shunaqa ustozimiz demasa ham shu qo'shiq muallif Ilhom Murodshoh akamizni yoki ukamizni qo'shig'i deb aytsa bo'laveradi. Shu biz unaqa aytma deb taqiqlab qo'yaman, chunki men har bitta san'atkorning orqasidan qo'yib yurganim vaqtim yo'q. Men o'zimga yarasha ishlarim bo'ladi, meni ham, ularning ham o'zining yo'li bor. To'g'ri. Faqat qo'shig'imizni o'ziniki qolmasin, o'zimniki demasin-da, shu insonni Ilhom akam qo'shig'i deb aytib qo'ysa bo'ldi, aytaversin. Birortasi yetmaydigan narsa yo'q endi. Men go'rimga olib ketaman buni, aytaversin. Qancha meni qo'shig'imni eshitsa xursand bo'laman, lekin o'zimniki deganda javob shu kerak bo'lsa nima deydi? Yuragimning qaysidir tomirlari uzilib, kechasini uxlamasdan o'sha qo'shiqlarni yaratganman-da endi men. Albatta. Bolamdek bo'lib qolgan qo'shiqlar. Qaysidir san'atkor qo'shig'imni so'radi. Men bera olmadim. O'sha sevsangiz bo'ldi, ichi ranjirgandek bo'ldi, lekin berganimda ham bo'lar ekan dedim. U juda ham yuragimga yaqin inson so'ragan. Endi men o'zimni nima deydi, mualliflik, meni yoshlar, butun ko'p vodiy tanigan qo'shiq o'sha sevsangiz bo'ldi qo'shig'im Shuhrat Ahmedov qalamagan emas. Shu qo'shig'imdan tanilganman-da. O'g'lim Oxunjon ham o'zi san'atga intilib harakat qilib qolyapti. O'g'lim aytadi degan ma'noda men bermagandim. Ko'pchilik so'ragan buni. Mashhur Alisher Fayz ham so'ragan, mashhur o'sha taniqli san'atkor. Alisher Fayz ham odamdan so'rattirgan shu akani qo'shig'ini. Men kimni shogirdim Saldat bola aytganda, bunaqa qo'shiqni qayerdan topib olding deb so'raganda, nega Ilhom akaniki ustoz Oxunjon Madaliyev shogirdi shu inson qo'shig'i degan. Lekin shu orqali tanishib ketib, o'g'lim to'yiga Alisher Fayz kelib xizmat qilgan. Bu qo'shiqni ko'pchilik so'ragan. Endi o'g'lim xudo xolasa aytadi. Qolaganlar aytaversin, faqat muallifi
shoirda kimligi ijro qilgan bizligimizni aytib qo'ysa aytaversin. Albatta. Ha. Rahmat. Buzmasa bo'ldi. Mana bundan 10 yil muqaddam oldin Sardor Mamadaliyev qo'shiqchimiz Yor kerak menga qo'shig'ini kuylab chiqqanda ham buni birinchi ijrochisi siz ekanligingiz haqida eshitgandim. Chunki biz u paytda juda ham yosh edik. Bu qo'shiq ham o'z paytida trendga chiqqan hit qo'shiqlardan bo'lgan. O'zimizda oltiariqlik shoir Ilhom aka yozgan. Ilhom Komil menga olib bergan uni. Qalamkash ustozimiz juda ham yaxshi ijodlari bor. Hozir ham aka ukamiz. Oilaviy bordi keldi bor. To'ylari mensiz o'tmaydi. Meni to'yim ularsiz o'tmaydi. Onajonlar bilan borishadi. Ilhom Komil zo'r ekan meni. Yaxshi ijodkor. Tilloyi juda chiroyli yozadi. Shu qo'shiqda qaysi janrda tentda aytgansiz, sir bo'lmasa. Biror kuplet hikoya qilib bersangiz bo'ladi. Mayli. Chunki shu qo'shiqni haqiqatda sizni nimangizda tinglamaganman men masalan. Men mana shu qo'shiqni Ilhom Komil bilan yaratganmiz. Men aytganman. Juda ham chiroyli she'r bo'lgan. Buni she'rini o'qiganman, qo'shig'ini faqat hozir o'sha Sardor Mamadaliyev bilan she'rini ham boshqa odam yozdi degan bo'lib chiqqan. Shunday chiqilgan. Shuni olib mojarosi bo'lyapti. O'zlarincha naldan qilmanglar, kelishib olasizlar dedik, lekin bu qo'shiqni men aytganman, hozir aytib beraman. Birinchi misol Sardor Mamadaliyev aytgan bo'lsa, bir 3 yil bo'lgandir, 2 yil bo'lgandir. Men 2011-yil aytganman bu qo'shiqni. Menga yor kerak menga. 2015-yilda chiqqan Sardor Mamadaliyev tomonidan menimcha hit darajasiga shu yillarda chiqqan 2016-yillarda. Men 11da aytganman-da. 2011da aytganman. Shoir Ilhom Komil so'zi. Men uni bastalab men yaratganman. Rahmatli Shuhrat akam, Chinnuriy klichkasini yuradigan Shuhrat Karimov bilan bastalaganmiz buni. Shuhrat akam bilan. Hozir shundan bir yo'l aytib beraman. Bir yo'l ayting, mayli. Rahmat. Izlayapman kecha-yu kunduz, chalinmagan tor kerak menga. Tor oldida qoshlari qalam, sevilmagan yor kerak menga. Izlayapman kecha-yu kunduz, chalinmagan tor kerak menga. Tor oldida qoshlari qalam, sevilmagan yor kerak menga. Xuddi shuni ayollar aytganman. Shuni ayollar aytgan. Rahmat Ilhom aka, ovozga ko'z tegmasin ilohim. Rahmat. Ijodingiz bardavom bo'lsin. Muxlislarda doim duosini, olqishini olib yurishni, Allohning nazaridan chetda qolmaslikni jamoamiz nomidan tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilhom aka, bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Hozir bemalol o'z muxlislaringizga dildagi izhorlaringiz, tilaklaringiz, niyatlaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum aziz muxlislar. Bizni tinglab turgan, bizni tomosha qilib turgan do'stlar, ustozlar, otalar, onalar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtga kuy qo'shiq yarashadi dedi dono xalqimiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, shirin to'ylar qilinsin. To'ylarida nasib bo'lsa bor xizmatlar qilaylik. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Nima niyat qilishgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. O'sha otalarimiz, onalarimiz farzandini juda ko'p sog'inadi. Shu musofir yurtda yurgan do'stlarimiz, ukalarimiz bo'lsa sog' salomat otasini, onasini bag'riga yetib kelishini Allohdan so'raymiz. Alloh o'z panohida asrasin hammani. Sizlarni ham kasbkorlaringga Alloh baraka bersin. Bu ko'rsatuvlaring bardavom bo'lsin. Katta san'atkorlarni ham shunaqa suhbatlarni olish, davom etishlarida Allohdan sizlarga kuch-quvvat, omadlar tilaymiz. Juda ham bir muxlislar ko'paysin. Shuni boshqarib boryapti turgan ukalarimiz, hammasiga, tashkilotchilariga rahmat birinchi o'rinda.
tan joylaring sog' bo'lsin, yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin, xizmatda bo'linglar ilohim. Sog' bo'linglar. Rahmat hurmat uchun. Shu qo'shiq yaratgan bo'lsak, ayolimizga atab hali unchalik qo'shiq aytmagan ekanmiz. Bizga atab ham ashula aytasin deb qoldi ayolim. Unga nima uchun atab Yaxshigina xafa bo'lgan ekanlar ha, o'shanaqa. Oxiri atab yuboribsiz. Ha, o'shaning uchun ayolimizga atagan bitta qo'shig'imiz bor. Shuni hozir 2 kuplet aytib bermoqchiman. Juda yaxshi. Tinglaymiz. Yoshlar radiosida premyera bo'lib ketdi bu qo'shig'im. qo'shig'ingiz. Ketdi. Hozir endi o'sha radioda eshitilmagan muxlislarimiz uchun 2 kuplet aytib beraman. Marhamat. Sevganman nozlanib turishlaringni, tovusdek tovlanib yurishlaringni, maftuni bo'lganman kulishlaringni, sendek bo'lolmaydi sendan boshqasi, mendek sevolmaydi mendan boshqasi, sendek bo'lolmaydi sendan boshqasi, mendek sevolmaydi mendan boshqasi. Sen o'zingsan parilarning mahvashi, yuragimda yonar ishqing otashi. Sen o'zingsan parilarning mahvashi, yuragimda yonar ishqing otashi. Go'zallar ko'p, gapning o'g'il bolasi. Sendek bo'lolmaydi sendan boshqasi, mendek sevolmaydi mendan boshqasi. Sendek bo'lolmaydi sendan boshqasi, mendek sevolmaydi mendan boshqasi. Mendek bo'lolmaydi mendan boshqasi.